Sumbul giyohi davliyani tushiradi. Gijja tushirishda biz sumbul giyohini yoshi kattalarda tavsiya qilyapmiz. Nima uchun yoshi kichkinalarga mumkin emas deganda mana buni shunchaki ochiqchasiga ham ko'rsatamiz. Sumbul giyohi o'zining achchiq ta'mi bilan davliyani tushirish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun homiladorlarda, davliyanasi pastlarda hamda yosh bolalarga mumkin emas. Chunki davliyani tushirib yuboradi. Agar 18 yoshdan yoki 17 yoshdan katta bo'lsa-yu davliyanasi past bo'lsa-chi, ularga ham mumkin emasmi degan savol tug'iladi. Ularga mumkin. Ularga novvot yoki asal aralashtirib immunitetni kuchaytiradigan dori sifatida ovqatdan keyin iste'mol qilinadi. Ham immunitetini kuchaytiradi, shamollashlarni oladi, ham gijjalarni yo'q qiladi. Oddiygina usullar. Mana shunday oq bo'ladi. Bozorda giyohchilardan so'rasangiz aytiladi. Endi qozoq tilida, qirg'iz tilida yoki boshqa tillarda, rus tilidagi nomini ham men o'zim bilmayman, lekin ba'zilar firula deb aytishyapti. Firula bu kavrak, vanyuche firula deyiladi. Bu sassiq kavrak deyiladi. Qirg'izistonlik birodarlarimiz biladi. Ularda chayir deyiladi. Oq chayir, qora chayir degan nomi bor. Firula bu boshqa, sumbul boshqa. Sog' bo'linglar.